Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Biz hozir Yakkasaroy tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudini oldida turibmiz. Bu yerda Akmal Eshonxonov, hammamiz biladigan, taniydigan Effektuz'ni rahbari, Effektuz ommaviy axborot vositalarining rahbari Akmal Eshonxonovni sudi bo'lyapti. Taraflar hammasi kelishgan. O'ylaymanki, bugun Xudo xohlasa o'zaro kelishuv, bir-biridan kechirim so'ragan, o'zaro kelishuv bo'ladi. Chunki narigi tomon ham shu kelishuvga rozi bo'lib kelishibdi. Ko'p odamlar ko'p bu yerda. Sud zaliga kirish oldida turibmiz. Yana boshqa ishlar ham bor. Bugun menimcha hammani xabari bo'lsa kerak. Taftish.uz saytini bo'yicha yangiliklar eshitdik. Tor joy. Xo'p, yangiliklar eshitdik. Juda ham ko'p gaplar, so'zlar chiqyapti. Taftish.uz'da Taftish.uz'ning rahbari G'ayrat Abirayev o'zi avval jinoiy javobgarlikka tortilgan va uy qamog'ida edi. Xo'p, shunday bo'lsa-da, u ukasining nomidan boshqa profil ochib, bizni bir necha marta o'sha ijtimoiy tarmoqda, Facebook ijtimoiy tarmog'i platformasi orqali haqorat, tuhmat qilib postlar joyladi. U postlarni ichida vatan xoini ham degan, 200lamachilar sanlar ham degan, boshqa degan bir necha marta ogohlantirdik. O'zingni bosib ol, yig'ishtirib ol. Ortiqcha gap so'z, ortiqcha xatti-harakat kerak emas. Ijtimoiy tarmoqda biz o'zaro bir-birimiz bilan urushmoqchi emasmiz deb bir necha marta ogohlantirdik, lekin ogohlantirishimizga qaramasdan kuni kecha 2-3 kun oldin ham yana o'sha mavzuda sanlar, mana anaqasanlar, palonchisanlar, biz zo'rmiz, O'zbekistonda nomeraliymiz, nomerali bo'lmasang nomer 0 bo'l kerak bo'lsa-da, masalan, bizni birovga husumatimiz, kimgadir bir ichki adovatimiz yo'q. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimizga biz hamma bilan har doim ijobiy fikrda, yaxshi munosabatda bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan holda ishlab kelganmiz. Afsuski, ular shu yo'li noto'g'ri ketdi deb hisoblayman. Endi Marjona Eshquvvatovaga keladigan bo'lsak, u bizning shogirdimiz bo'lgan. Haqiqatan ham 1 yilga yaqin shu antikorrupsiyada ishlab yurgan paytimizda biz bilan birga faoliyat olib borgan. Oldin ham aytganman, juda ham ko'p marta qayta ta'kidlab, biz uni tinchlan, bunaqa bu yo'l noto'g'ri deb o'sha advokatlarimiz bilan ham 18-oktyabr kuni o'tirib, menga qara, bu ketishda bu oxiri yaxshilikka bormaydi. Mana bunaqa holatlar, sal o'zingni bosib, avval o'sha hali institutga ham kirmaganda, institutda o'qi, diplom ol, faoliyatingni sekin, og'ir, vazminlik bilan davom ettir deb aytdik. Hatto advokatimiz o'sha kuni menga qarang, Marjona, bu ketishda yaxshilikka bormaydi. Bu qamalib ketasiz. Tutayotgan yo'lingiz noto'g'ri deb aytganda, qamasa qamaversin, menga farqi yo'q, qamasa qamaversin deb xullas kalom bir necha marta ogohlantirishimizga, bergan maslahatlarimizga qaragani yo'q. U kerak paytida meni uyimda ham yashagan. Biz unga qancha kiyimlar ham olib berganmiz, boshqa qilgan. Mayli, men ular haqida gapirishni xohlamayman. Lekin oxir oqibatda o'zimizga tashlanadigan, biz haqimizda gapiradigan holatlar yuz berdi. Oxirgi postlarida ham, boshqasida ham tegishib bizga har xil gaplar gapirib, yozib, yana eng qizig'i, men efirni mashinada qilmayman, men rulda qilmayman deydi. Sen pravang bo'lsa qilasan-da efirda. Siz hali ham rahmat ichki ishlar xodimlariga.
Toshkentdan Surxondaryoga mashina haydab boribdi. Pravasi yo'q qiz. Meni tug'ilgan kunimga kelganda ham mashina haydab kelganda men urishgandim. Menga qara, sen pravang yo'q-ku. Qanaqa qilib mashina haydab kelding? Unaqa qilib mashina haydama. Menga qara, o'zing asragin. Yo'l pulda birorta avariya bo'lsa, siz ham 3 marta avariya qildi mashinasini. Eng qizig'i men boya ichki ishlar vazirligi nima ekan, ichki ishlar boshqarmasi nima ekan, rasmiy munosabatini o'qib qoldim. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, bitta narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Hali ham ichki ishlar bergan munosabatida bitta moddani kiritmay ketibdi. Ularni asrabdi. Sal bo'lsa ham bir ayapti-da. 120 tezlikda borib uriladigan kerak bo'lsa moddasi bor ular. Hali chiqsa o'sha yonni olib yurgan ko'pchilik keyin afsuslanib qolasiz yonni olayotganingizga. Endi u qizni bizdan ketishiga sabab bo'ladigan juda ko'p holatlar bor. U haqida gapirishni xohlamasdim. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan yili meni mashinamni hali chizib ketishgan, boshqa qilgan holat bo'lgandi. Yodingizda bo'lsa. O'sha holatga ham mana shu qizimiz sabab bo'lganda, aytayapman-ku, men bu vaziyat to'g'risida to'g'ri gapirishni xohlamayman. Sabab bo'lganda, o'sha jamoamizda qilgan xatti-harakatlarning orqasidan o'sha vaziyat kelib chiqqan. Hali batafsil yana gaplashamiz. Hozir sudga ham kirishimiz kerak. Batafsil hali bu haqida gaplashamiz. Endi aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston huquqiy demokratik davlat, to'g'ri, ochiqlik siyosati, shaffoflik, erkinlik, o'sha ommaviy axborot vositalariga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida prezidentimiz bot-bot aytyaptilar. Mana kechagina ham o'sha prezidentimizni ochiqlik siyosatdan endi qaytmaymiz degan videolarni qo'ydim. O'sha yerda ham aytyaptilar-da. Tanqid kerak, lekin u to'g'ri va asosli bo'lishi kerak. U 8 yil, 9 yil, 10 yil o'qigan doktorga borib lo'llik qilish, ammangkida o'tiribsanmi, xolankida o'tiribsanmi deyish, yo bo'lmasa nimaga, qaysi institutda o'qigansan, qayerda o'qigansan qonunni deb haligi yillar davomida o'qib, tajriba orttirib, qaysidir joyga o'tirgandan keyin borib qilish bu jurnalistika emas. O'zi mana shunaqa narsalar so'rayotganlar birortasidan so'rang, qaysi birini jurnalistik hujjati bor, diplomi bor qo'lida. U diplom olish oson emas. Biz ham 5 yil o'qiganmiz diplom olguncha. Oson bo'lmagan, kerak bo'lsa yig'lab chiqqanmiz, ertalabgacha kitob o'qiganmiz. Imtihon topshira olmay necha marta qiynalib, qayta-qayta yiqilganmiz. Aytyapman-ku, ommaviy axborot vositalari ochilib, haligi qo'lidan hech narsa kelmaydigan, qo'lda bitta diplomi yo'q bo'lgan odamlarga ham men jurnalistman, jurnalistga to'g'risida 81-82-modda deb haligi bayroq ko'tarib yurishiga asos emas-da bu holatlar. To'g'risi hali juda ko'p gaplar gapiraman degandim. Hali gapiramiz ham, aytamiz ham. Odam o'zini hurmat qilgan odam, aytishadi-ku, o'zbek xalq maqolimiz bor. O'zingni bilsang, o'zgani sher bil. Ya'ni o'zini hurmat qilgan odam boshqalarni ham hurmat qilish kerak. To'g'ri, biz ham vaqti keladi, baqir-chaqir qilamiz. Vaqti keladi, borib to'polon qilamiz qaysidir tashkilotlarda. Mana Yangi yildan oldin ham Toshkent shahar hokimligini eshigini tagida ham qancha janjal qildik. Bo'ladi, u paytda biz o'sha qonimizdan, jonimizdan o'tib ketgan bo'ladi-da, o'sha vaziyatlar. Lekin bu degani hozir borib, darrov borib janjal qilish kerak, to'polon qilish kerak degani emas-da. Hamma narsa bu yurtda qonunlar asosida bo'lishi kerak. Yaqinlariga, qarindoshlariga, oila a'zolariga oson emas albatta. Bizni qilayotgan xatolarimiz uchun oila a'zolarimiz kerak bo'lsa javob bermasligi kerak. O'ylaymizki, mushkulni oson qiladi. Hech kimni bunaqa vaziyatga tushishini xohlamasdim. Masalan, o'sha Marjona bilan teng meni ham o'g'lim bor-da, institut 2-kursda o'qiydi. Men masalan o'g'limni bilimi, dunyo qarashi, o'sha fikr doirasi keng ekanligini bilsam ham, men o'sha Marjonaga o'xshatib
eshik prokuraturaga, ichki ishlarga yo qaysidir tashkilotga jo'natmasdim. Har biringiz o'zingizga savol bering, siz jo'natarmidingiz 19 yoshli qizingizni shunaqa qilib? Ertaga boshiga nimadir tushishini bilib turib, siz shu ishga jo'natarmidingiz o'z qizingizni, farzandingizni? Aytyapman-ku, pichoqni avvalambor o'zingga ur, og'rimasa keyin boshqalarga ur deyishadi. Mayli, yomonligimiz yo'q. Biz u qiz har doim yaxshi bo'lishini tarafdori bo'lganmiz. Ko'p marta biz uni bu yo'ldan qaytardik. O'zingni bos, o'qi, o'rgan, bilim oshir, malakali bo'l. Keyin undan keyin bir faoliyat olib borsang to'g'ri bo'ladi deb uni orqasidan pul ishlab o'tirgan o'sha taftishda rahbarlariga ham o'sha necha marta gapirganman efirlarimda ham. Unaqa qilib bu qizni haligi nima deydi? Pichoq tagiga tashamalaring, bolton tagiga tashamalaring, bu noto'g'ri deb necha marta aytganmiz. Uni orqasidan pul ishlash, hayb qilish ularga ko'proq qiziqroq bo'ldi. Oxirgi paytlarda eshitdik 40-50 millionlab shartnoma tuzatgani, boshqa holatlari to'g'risida bizda ham bir qancha audio zapisi, video zapislari bor. Prezidentni gapirib chiqqan videomi vallomating kelsa ham, meni qamab yuborsang ham o'chirmayman degan aqllichalari taftishdi. Meni qo'limda hozir bitta video bor. Gapirganda 16 million so'm bersangiz o'chirib tashlayman deb. Demak, sening narxing 16 millionmi shunda? Odam gapirayotgan gapiga javob berish kerak-da. 16 million so'm pul bersangiz deyapti, biz qo'ygan anoni nargi tomon gapirib chiqamiz, o'chiramizda deyapti. Seni videoңga maqtab, to'g'rilab, zo'r qilib qo'yib beraman. 16 million so'm pul bersang bo'ldi deyapti. Jurnalistika bu emasdi. U ochiqlik siyosati, shaffoflik bu emasdi. Kimnidir shantaj qilib bitta videoni qo'yib turib, ertangi kuni o'chirish uchun 16 millionlab pul olish emasdi. Yo bo'lmasa qaysidir quruvchini borib tanqid qilish uchun, yo bo'lmasa qaysidir quruvchini yonini olish uchun uni uyini olish, uni 300 million, 200 millionlab shartnoma qilib olib, uni yonini olib, qolganlarni jabrlantirish emasda bu jurnalistika. Manaman degan professional jurnalistlar bilamiz, bu ishlarni qilayotgani yo'q. Ochiqlik, erkinlik, shaffoflik, ommaviy axborot vositalariga berilayotgan imkoniyatlar bu emasda, pulga sotish emasda buni. Gapiramiz desak gap ko'p, hali bu haqida batafsil bemalol xotirjam hali gaplashamiz. Yaqinlariga to'g'ri his qilib turibman-da hozir. Ich-ichimdan his qilib turibman uni yaqinlariga hozir qanaqa vaziyatga tushganini. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Hech kimning boshiga bunaqa kun tushmasin. Shuning uchun har bir qilayotgan xatti-harakatimiz, qilmishimiz uchun ertaga javobgarlik borligini his qilib, izohlar yozayotganlar ham, yozayotgan izohlaringiz uchun ham javobgarlik borligini his qilib yozing. Hali aytyapman-ku, shunday video, shunday audiolar bor. Kerakli joylarda, kerakli tashkilotlar. U chiqib qolsa ertaga sharmanda bo'lishdan o'zingiz azgan tiyganingiz yaxshi. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.